Hop, keyingi uyimizda ham savdoga qo'yilgan joyimiz bor. Bu demak Eko bozor, to'g'rida Eko bozor bo'ladi. Chimganskiy Perekrovskadan kelaverish. Bu TTZga qarab chiqib ketish yo'li. Mana institut ginekologiya bo'lsa, mana shu domimizni TTZga chiqib ketirish yo'lidagi mana shu domimizning qatoridagi oxirgi kvartira sotiladi. Bu zo'r joyi, biznes uchun to'g'rida aptekalar bor. Aptekalarga mo'ljallangan joy hisoblanadi. Institut ginekologiyaning ro'parasidagi ko'chadan to'g'riga qarab, TTZga qarab yuramiz. Mana shu domlarning qatorida bo'lyapti. Bu domlarimizni qator hammasi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan joylar ekan. Apteka qilingan hammasi qatorisiga ketgan. Bitta doni shu o'ziga yashab turishgan xonadonligi hozirgi kunda sotuvga qo'yishdi. Egalarining o'zidan, bizda har doim egalarining o'zidan chiqaramiz, bilasizlar. Srochno sotilish kerak bo'lyapti xolos shunda. Srochno sotishni beryaptilar. Xonadonimni pul kerak bo'lyapti. Bu yerda hammasi mana bitta ham bunaqasi yo'q, hammasi apteka bo'lib turibdi. Joylar. Bu joy sababi bu uylarning ro'parasi katta больница, respublikanskiy hisoblanadi, bilasizlar. Bu tadbirkorlikni yurgizadigan bo'lsa, yurib ketadi. Mana yetib kelgan joyimiz mana kvartira bo'lyapti, oxirgi xonadon bo'lyapti. Oldida 2 metrcha joyi bor. Oldida 2 metr joyi bor. Mana bu kichkina o'ynaymi? Demak, mana shundan boshlanyapti xonadonimiz. Bu yerda bitta oyna ochilgan. Buni eshigiga aylantirib olsa bo'ladi bemalol. Masalan, bo'lib, alohida bir tadbirkorlik qilsa bo'ladi. Bu yerda mana katta oynani o'rni bor. Bu yerda alohida eshitsa bo'ladi. Mana qo'shnilarga ham ko'rsatamiz. Shu oynalar hammasi eshigiga aylantirib olishgan. Tadbirkorlik uchun. Bu yerda nechta oyna o'rniga eshik tushirsa bo'ladi bu yerda. Oldida ham joyi bor, shu narsalar chiqarib qo'yish uchun. Tarsovoy joyda bularniki. Eng zo'ri shu tarsovoyda mana bu yerda ham eniga 6 metr, uzunligi necha metr qoladi? 15 metr chiqadi. Eniga 15 metr chiqadigan joyimiz ham bor ekan mana. Mana shu ikkita oyna ham bularniki. Bu yoqdan ham chiqarsa bo'ladi, xod qilsa bo'ladi. Odamlarga mana mashina qo'yishlik uchun o'zligi uchun alohida parkovka ham ekan. Parkovka sifatida foydalanishadi, chunki bular tadbirkorlik qilishmaydi. O'ziga yashab turishgan xonadonlik. Agar shu yerdan joy ochadigan bo'lsa, tadbirkorlik uchun zo'r. Mana bu oyna ham bularga qarashli bo'lyapti. Shu podyezddan sami собой kiradigan joyi bor. Bu yerdan ham o'tamiz. Bu P-образный joyda joylashganligi uchun, tadbirkorlik uchun bo'lib qolgan tadbirkorligimizni shug'ullansa bo'ladi. Yo'lga qarab apteka qilsa, bu tarafdan bir oziq-ovqatmi, noziq-ovqatmi shunaqa savdolar qiladigan bo'lsa ham zo'r bo'ladigan varianti bo'ladi-da. Boshladik, ketdik bo'lmasam, aylantirib ko'rsatib chiqamiz. Bu xonadonimizni birinchi qavatda joylashgan. 4 xonali, 87 kvadrat, ikkita katta lojisi bor xonadon. Demak, kirishimiz bilan chap qo'lda birinchi xona bo'ladi. Bu spalni. Mana akkuratli remont qilingan. Bundan keyingi xonamiz detskiy bo'ladi. Mana detskiydan to'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu katta balkon. Balkondan katta lekin ancha katta. Mana pardalar qilib qo'yilgan. Mana bu tarafi institut ginekologiya bo'ladimi, xola? Institut ginekologiya bo'ladi bu joy. Katta yo'lda qarab. Katta yo'li ro'parasi bo'lyapti. Institut ginekologiya. Mana Eko bozor bo'ladi. O'ng tarafimizda mana aniqroq bo'lishi uchun bu yoq demak Eko bozor bo'ladi bu yoq. Bu yoq tarafimizda Qibraga chiqib ketish yo'li bo'ladi. TTZ. Hop, mana bu balkonimiz bo'lsa, Detskidan qaytib chiqqanimizda chapga burilamiz. Chapga burilganda bitta xona yana akkuratni remontlari bilan. Qiziq tarafini aytaman, bu yerda yana bitta prilyot bor, ochiladigan joyi. Agar ish qilib o'radigan bo'lsa ham, hozir bu narsani aytaman nimagaligini.
tadbirkorlik uchun juda zo'r joy chiqyapti-da. Mana shu joyimizni. Bitta xonamiz bo'lsa, bu kirib kelgan eshigimiz bo'lyapti demak. Bu yoqqa qarab yurganimizda yana bitta chap qo'lda xona bo'ladi. Bu yerdan как spalniya qilsa bo'ladi. Katta joy qo'ysa, amakim gul yotishar ekan. Yotoq joy qilib olishgan. Bu yerda yana bitta oyna bo'lyapti. Bu oynalarni bemalol eshik aylantirsa bo'ladi. Nimagaki, bu yoqda katta yo'l, har qanday tadbirkorlik qiladigan bo'lsa, yurib ketadigan joy, sentr. Chunki hozir tashqaridan ham ko'rsatamiz, tashqarida qatorasiga aptekalar tushgan ekan, aptekalarni initsa ham bo'ladi. Demak, birinchi o'ng qo'limizda bu koridor bo'ylab kirganimizda hojatxona, remontlari yaxshi. Ikkinchi xonamizda demak, hammom, bani. Yaxshi remontlar, to'riga kirmoqdan bu oshxona bo'lyapti. Mana oshxona ham такой аккуратный. Bu ham lojniy balkon bo'ladi, katta balkon bo'ladi. Bu yerda ham kattagina qilib joy ochilgan ekan. Bu hozir uyimizni, xonadonimizni по-образному tushyapti. Bu degani 3 ta tarafida eshik ochsa bo'ladi degani. Tadbirkorlik uchun 3 xil variantda qilsa bo'ladi. Tadbirkorlik yurg'izsa bo'ladi degan joy. Demak, mana qaytib chiqadigan bo'lsak, shu yo'l bilan chiqib ketiladi. Endi to'g'ri, aboylarda ozgina remontlari bor-ku. Lokatsiyasi вообще zo'r joy. Demak, egalar raqamlarini tagida qoldirib ketamiz. Hozir jonli e'lon qilamiz telefon raqamlarini. Oyilaridan necha holi raqamlari? 90lik, Aha. 907, Aha. 45, 23. Anvar. Ana, Anvar akamga telefon qilasizlar, narx-navolarni kelishasizlar. 250 ming so'ralyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'linglar.